أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Bakara suresi tefsiri 222. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah sadri ve yessir emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresinin 222. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ula senden hayz toğruluq, yani hayzdar ayal bilen cinsi alaqa qilishning durustliqi yoki durust emasligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir, yani hayz mezgilida cinsi aloqa qilish xotin har ikkisiga ziyonliqdir. Hayz mezgilida ayollaringlardan neri turinglar. Hayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pok bo'lganda ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Alloh haqiqatan tavba qilguvchilarni do'st tutadi, haromdan va nijosatdan pok bo'lguvchilarni haqiqatan do'st tutadi. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir. Yani nesil teriydigan joydir. Ekinzorliqinglarga xohlagan ravishda kelinglar. O'zinglar uchun oldin ola yaxshi amal tayyorlanglar. Gunohdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohga muloqot bo'lasizlar. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Ayollarga hayzdar mezgilda yaqinchilik qilmaslik to'g'risida İmam Ahmad Anas radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudilar hayzdar ayollar bilan bir yerda o'ltirib tamoq yemaydi. U uylarida birga o'ltirmaydi va uylarda birga o'ltirmaydi. Sahabilar Payg'ambar alayhisalomdan bu to'g'riliq so'radi. Ondan Alloh bu oyatni nozil qildi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden hayz to'g'riliq, yani hayzdar ayol bilan jinsi aloqa qilishning durustligi yoki durust emasligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir, yani hayz mezgilida jinsi aloqa qilish xotin har ikkilisiga ziyonliqdir. Hayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem mundaq dedi: sizlar jinsi munosabat o'tkazishdan boshqasining hammasini qilinglar. Bu so'zdan xabar topgan Yahudilar mundaq dedi: Muhammad ham işte bizning qarshimizni qiladi. Usayd ibn Huzayr va Ubada ibn Bashar Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, ey Allohning payg'ambari, Yahudilar Muhammad ham işte bizning ziddimizga ish qiladi debdi. Biz ularga texmi qarshilik qilib hayzdar ayollar bilan jinsi munosabat o'tkazmaylimi dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalomning chiroyi o'zgarib ketdi. Hatto biz Payg'ambar alayhissalomni va ikkisiga g'azab qildi deb o'yladik. Va Payg'ambar alayhissalomni u ikkisiga g'azab qildi deb o'yladik. U ikkisi chiqib ketdi. Shu chaqda Payg'ambar alayhissalom hadiya sifatida sut keltirdi. Payg'ambar alayhissalom u ikkisining keyindan ularni chaqirib kirish uchun birini avatdi. Ular qaytib kirdi. U ikkisiga heyliq sutni ichirdi. U ikkisi Payg'ambar alayhissalomning o'zlariga g'azab qilmaganligini bildi. Hayz mezgilida ayollaringlardan neri turinglar. Bu oyatning jinsi munosabat o'tkazish ko'zda tutilganligi Payg'ambar alayhissalomning sizlar jinsi munosabat o'tkazishdan boshqasining hammasini qilinglar degan so'zidan ma'lum bo'lib, ko'pincha olimlar bu hadisdan hayzdar ayollar bilan jinsi munosabat o'tkazmay
uni quchoqlasa bo'ladi degan ko'z qarashga keldi. Abu Davud Ikrimadan payg'ambar alayhisalomning ayollaridan birining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom ayollarining ichidan hayz ko'rib qolgan ayoliga yaqinchilik qilishni xolasa, uning iffetlik joyini kiyim bilan yipib qo'yadi. Abu Ja'far ibn Jarir mundaq deb rivoyat qildi. Masruq degan bir kishi atayten uloqqa minib Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kelib, payg'ambar va uning oila tavobatlariga Allohning salom bo'lsin deb salom berdi. Aisha, sen Abu Aishamu xo'sh kelibsan, qarshi olaman dedi. Ondan uning kirishiga ruxsat berildi. U kirib Aisha radhiyallohu anhaga, men sizdan bir narsani so'ray deyman, lekin hayo qilyapman dedi. Aisha, men sening onang, sen mening balam dedi. Ondan u, hayzdor ayolning nimalari eriga halol deb so'radi. Aisha, iffetlik joyidan boshqa ham yeri halol deb javob berdi. Hayzdor ayol bilan bil yetish va bir narsa yeyish ixtilofsiz haloldir. Aisha mundaq dedi. Men hayz ko'rayotganda payg'ambar alayhisalom meni o'zining beshini yuyib qo'yishimga buyurdi. Yana men hayz ko'rayotgan mezgilimda payg'ambar alayhisalom menga yo'linib o'ltirib Qur'on o'qiydi. Yana Aisha radhiyallohu anha mundaq deb rivoyat qiladi. Men hayzdor holatda g'ajigan so'ngakni payg'ambar alayhisalomga bersam, uni men g'ajigan yerdan g'ajab yeydi. Men bir narsa ichib bo'lib, qochini uningga bersam, men ichgan yerdan ichadi. Hadisda payg'ambar alayhisalomning ayollaridan Maymuna binti Haris Hilaliyaning mundaq deganligini rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhisalom hayzdor ayolni quchoqlamoqchi bo'lsa, uni ishtinini kiyib olishga buyurdi. Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah qatorliqlar Abdullah ibn Said Ansarining mundaq deganligini rivoyat qildi. U, ya'ni Abdullah ibn Said payg'ambar alayhisalomdan menga hayzdor ayolimning nimasi halol deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom iffetlik yeridan boshqasining hammasi halol deb javob berdi. Alloh taolaning hayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar degan oyati uning hayz mezgilida ayollaringlardan neri turinglar degan oyatining ma'nosini tushuntirib berdi. Ya'ni ayol kishi hayzdor bo'lsa, uning bilan jinsiy munosabat o'tkazishga bo'lmaydi. Pok bo'lganda ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Bu oyat ayol kishi yuyinib bo'lgandan keyin ular bilan bir yerda bo'lishga bo'ladi degan ma'noda bo'lib, olimlar ayol kishining hayzi to'xtab bo'lib yuyinmag'icha yoki suv ziyon qiladigan o'zurlik ayol bo'lsa, tayammum qilmag'icha uning bilan jinsiy munosabat o'tkazish halol emas degan qarashda birlikka keldi. Ibn Abbos mundaq deydi: Pok bo'lguncha qondan pokiza bo'lish, pok bo'lganda, ya'ni suv bilan pokiz bo'lish deganlikdir. Boshqalardanmi shuning o'xshash so'zlar rivoyat qilindi. Orqa tarafdan yaqinchilik qilishning haromligi to'g'risida. Ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos va Mujahid mundaq deydi. Ya'ni orqa maqat yo'li tarafga kelmanglar. Bu oyatda orqasiga kelishning haromligi dalil pokit bor. Abu Zarin, Ikrima va Zahhak qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni ayollar hayzdor emas, pokiza vaqtidami orqa tarafdan kelish haromdir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi:
Allah haqiqatan tavba qilguvchilarni do'st tutadi. Ya'ni gunohkorlardan, haromdan va nijosatdan pok bo'lguvchilarni haqiqatan do'st tutadi. Ya'ni hayzdor ayollarga yoki orqasiga kelib qilishdan saqlanish. Ya'ni hayzdor vaqtdagi yoki orqasiga kelgan vaqtidagi ulardagi paskina narsalardan o'zlarini pokiza saqlagan kishilarni ko'rsatadi. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekin zarliqdir degan oyatning nozil bo'lish sababi. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekin zarliqdir. Ibn Abbos mundaq deydi. Ekin zarliq degan bola bo'ladigan yer. Ekin zarliqlarga xohlagan ravishda kelinglar. Ya'ni uning oldi tarafidan kelamsizlar yoki keyni tarafidan kelamsizlar, o'zinglar xohlagan bo'yicha kelinglar. Lekin nishon iffatlik joyi bo'lsin. Imom Buxoriy İbn Munkadirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Jabirning Yahudilar er kishi ayolining orqa tarafidan kelsa, bola olgan bo'lib qoladi deydi. Er kishi ayolining orqa tarafidan kelsa, bola olag'ay bo'lib qoladi deydi. Ondan ayolinglar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir. Ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekinzorliqlarga xohlagan ravishda kelinglar degan oyat tushdi deganligini angladim. İbn Abu Hatem Muhammad ibn Munkadirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jabir ibn Abdullah Muhammad ibn Munkadirga Yahudilar musulmonlarga bir kishi ayol kishiga orqa tarafidan kelsa, bola olag'ay bo'lib qoladi degan edi. Ondan Alloh taolo ayolinglar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir. Ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekinzorliqinglarga xohlagan ravishda kelinglar degan oyatni nozil qildi dedi. İbn Jarir mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom ayolning oldi tarafidan bo'lamdi yoki keyni tarafidan bo'lamdi, oldi tarafini nishon qilsanglar bo'laveradi dedi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ayolinglar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekinzorliqinglarga xohlagan ravishda kelinglar degan oyat bir turkum ansorilar to'g'risida tushgan. Ular payg'ambar alayhisalomning yeniga kelib, uningdan shu ish to'g'riliq so'ragan edi. Payg'ambar alayhisalom nishon oldi tarafli bo'lsa, sizlar ayolinglar qaysi tarafdan kelsanglar bo'ladi deb javob berdi. İmam Ahmad Abdurrahman ibn Sabitning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Abdurrahman ibn Abu Bakrning qizi Hafsaning qishig'iga kirib, men sizdan bir narsani so'rashmoqchi edim, lekin so'rashdan xijil bo'laman dedim. U, "Ey birodarimning o'g'li, xijil bo'lmagan" dedi. Men ayol kishilarning orqa tarafidan kelsa qandoq bo'ladi deb so'radim. Hafsa, "Menga Ummu Salima mundaq deb bergan. Ansarilar ayolining faqat oldi tarafidan keladi, chunki Yahudilarning hammasi ayolining orqa tarafidan kelsa, uning bolasi olag'ay bo'lib qoladi" deydi. Ondan muhojirlar Madinada ansariylik ayollarni ilib, ularning orqa tarafidan kelganda bir ayol eriga bo'ysunmay uningga "Men bu ishni payg'ambar alayhisalomdan so'ramag'ich qilmayman" dedi. Ondan u ayol mening yenimga kirib bo'lgan ishni deb berdi. Men u ayolga payg'ambar alayhisalom kelguncha kutib o'ltiring dedim. Payg'ambar alayhisalom kelganda eliq ayol payg'ambar alayhisalomdan shu ishni so'rashdan xijil bo'lib, so'ray olmay chiqib ketdi. Men bu vaqtda payg'ambar alayhisalomdan so'ragan edim. Payg'ambar alayhisalom menga ansariylik ayolni chaqirting dedi. U ayolni chaqirib keldim. Payg'ambar alayhisalom uningga ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekinzorliqinglarga xohlagan ravishda kelinglar degan oyatni o'qib berdi degan edi dedi. Nasai Kayb ibn Alqamdan Abu Nazirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Aziz ibn Umarning ozod gardisi Nafiqqa "Sening ustingda gap so'z jiq bo'lib ketdi.
sen kishilarga Ibn Umarning ayollarga orqa tarafidan kelsa bo'ladi deb fatvo berganligini aytibsan deganda Nafi mundaq dedi. Ular mening ustimdan yolg'on aytibdi, lekin men sana ishning haqiqatini so'zlab beray. Bir kuni men Ibn Umarning qishida edim. U Qur'on o'qiyotib Alloh taolaning ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl teradigan joydir. Ekinzorliqinglarga xohlagan ravishda kelinglar degan oyati kelganda, ey Nafi, bu oyat haqida bo'lgan ishni bilamsan deb so'radi. Men yo'q deb javob berdim. Biz Qurayshliklar ayollarga orqa tarafidan kelatdik. Madinaga hijrat qilib kelganda ansorilik ayollarni ilib, ularga burunqi odatimiz bo'yicha orqa tarafidan kelmoqchi bo'ldik. Ular bu ishni qattiq yomon ko'rdi ekan. Ansorilarning ayollari bu ishni Yahudilardan anglagan ekan. Yahudilar ayollarning orqa tarafidan kelishni yomon ko'radi va unda kelsa bola olg'ay bo'lib qoladi deydi. Shuni ularga orqa tarafdan emas, oldi tarafdan keladi ekan. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl teradigan joydir. Ekinzorliqinglarga xohlagan ravishda kelinglar. Imom Ahmad Huzayma ibn Sabit Hatamiydan payg'ambar alayhisalomning Alloh haqiqatni deyishdan hayo qilmaydi degan so'zini 3 qitim takrorlab, sizlar ayolinglarning orqa maqat yo'li tarafiga kelmanglar deganligini rivoyat qildi. Sizlar ayolinglarning orqa maqat yo'li tarafiga kelmanglar deganligini rivoyat qildi. Tirmizi va Nasa'i Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh er kishining yoki ayol kishining orqasiga maqat yo'li tarafiga kelgan kishilarga qaramaydi. Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman Darimi o'z kitobida Said ibn Yasar Abu Habbabning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Umarga ayollarning orqasiga kelishga qanday qaraysan dedim. U musulmonmi bu ishni qilamdi dedi. Abu Bakr ibn Ziyad Nisaburi İsmail ibn Hasandan İsmail ibn Ruhning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Malik ibn Anasdan ayollarning orqasiga kelish to'g'risida qanday qaraysan deb so'radim. U sizlar arab emasmi? Ya'ni arab tilini yaxshi biladigan kishilar emasmi? Qur'onda tilga ilingan ekinzorlikning urug' soladigan yer ekanligini tushunasizlar. U joydan o'tib ketmanglar degandikdir dedi. Men ey Malik ibn Anas, kishilardan seni ayollarning orqasiga kelsa bo'ladi deb angladim dedim. U kishilar mening ustimdan yolg'on aytibdi dedi. Bu salaf olimlaridan Said ibn Musayyab, Abu Salima, Ikrima, Tavus, Ata, Said ibn Jubayr, Urva ibn Zubayr, Mujahid ibn Jabar, Hasan va boshqalarning ko'z qarshidir. Ular ayollarning orqaga kelgan kishilarni nihoyat qattiq ayblaydi. Ularning ichida ayolining orqasiga kelgan kishini kofir bo'ladi deganlarmi bor. U ya'ni unda qilgan kishilar kofir bo'ladi deyish ko'plagan olimlarning ko'z qarshidir. O'zinglar uchun oldin Allah yaxshi amal tayyorlanglar. Ya'ni Allah sizlarni harom ishlarni qilishdan to'sish bilan billa yaxshi ishlarni qilishga buyurdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Gunohdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohga muloqot bo'lasizlar. Ya'ni Allah sizlarning hamma ishinglardan hisob oladi. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Ya'ni Allah buyurgan ishni qilgin, to'sqan ishni qilmagin. Allah buyurgan ishni qilgan, to'sqan ishni qilmagan kishilar ko'z tutildi. Ibn Jarir
Atoning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning o'zinglar uchun oldin ala yaxshi amal tayyorlanglar degan oyatining ma'nosi jinsiy munosabat o'tkazmoqchi bo'lsanglar bismillah denglar deganlik bo'ladi deb tushunaman dedi. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar sizlarning biringlar ayoliga kelishni xohlaganda ey Allah şeytanni bizden ve bizga bermoqchi bo'lgan farzanddan yiroq qilgin degan bo'lsa, ularning oralig'ida bola bo'lib qolsa, şeytan u bolaga hargizmi zarar yetkazolmaydi. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Baqara surasi tafsirining 223 oyatigacha o'qidik. Qolganini keyin qatimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.